Dersimizin devamını sözlep bütüle. Hem de hazır saatin baylanıp sayıpla uç temi çıkırmız. Fakat birinlam gösüp koyma. Qan dostlar özü qılıbası buldu. Qaranglar. Endi men menga yangi kasık tema deb bilib qo'ysam, bir sifat tushib ketamiga birinchi sayfadagi temalarni ma'lumga chiqarmoqchi. Ammo o'zi muvofiq 6 bilakka bo'lib hozircha 6 bilakka mesela yangi tema, yangi kasık tema, eng ko'p ko'rilgan tema, unga tavsiyani 3 ga bo'lib menga 3 tema qilsak 6 bilak to'liq toshgandan keyin yangi bir nimadan mesela yangi bir bilakdan boshlasak bo'ladi. Ama shu ishni qilsak bo'ldi. Endi men mana shu yerdan boshlab qaranglar. Endi men sayflar chiqqan tem chiqaman. Ramga qatdim. Ma'ni qayta so'zlamayman. Yazma turini so'rab akirdim. Yazma tema. Miyaga masalan men xohlagan bir sayfalik temani chiqarmoqchi. Munbar qurish. Masalan, Discordda munbar qurish tashkilotlar yazmani göster, yazma turi ma'lumdan yangi yazma bo'ldi. Shu bir sayfadagi eng yangi yazmalarni qilib olamiz. Qaranglar. Bunu nereden çıktığımız lazım? Ben mantıla yapsam kandan çıkıdı bir yerge. En yeni temalar, hem sayfalık tema çıktı. Ben fakat bir lam sayfalık resimini çıkarmak olsam, muş bir lam sayfını tanlap koyma. Bu nima desem, muşu ramga çıkargan temalar, muş bunu bir qo'shgan muş bir sayfaga lam yollangan tema degan gap. Hem de kinoxona qurishni tanlasam-chu, kinoxona qurish darsiga deb tema qo'yib qo'ya. Buningga shuningdek barliq temalarni chiqarib berdim. Men mana birini sinab qilib o'tay. Boshqa yerga tegmadimi? Qaranglar. Mavval inkas olsam o'qit yo'llagan bo'lsa son. Nasmiye 200 bunun necini göster hazır 20'ni gösteray. Tün kansani oy başlangan kıymet yine 0 olup gelsin. Mavu 20 1 minutda yangilaysa mushkaz bilan ko'rishni everla muqimlashtirdim. Qaranglar. Bu yerda ozroq farq chiqadi. Masalan, bu yerga faqat munbarga doir temalar ham chiqadi. Boshqa yerdagi sayfalardagi temalar bunga aralashmaydi degan gap. Endi bu yerga munbar qurishni o'rganing. Yak munbar qurish darsiga degandek qolgan temalarni qolib qo'ysak bo'ldi. Bo'ldi. Demak, har bir sayfalar bo'yicha temalarni mushundoq chiqarsak bo'ladi degan gap. Hozir munbar qurish chiqardim. Men mana o'zgartirib qaranglar. Bu munbar qurish bo'lmay u vaqtda masalan men tur masalan bika sistemalarini chiqay deb bika sistemalarini tanlab qo'yib yanglab qo'y qaranglar. Demak, mana o'zi bekitib yo'llagan barliq bika sistemalarini chiqarib berdi. Nos ma'nodagi munbar qurish emas deb o'zgartimiz. Haqsiz bika sistemlari deb o'zgartimiz. Bo'ldi. Endi qaranglar. Endi biz ba'zi bir to'shlarni buni ozroq bir yasab olgan ko'ramiz. Ya'ni maya keyinga qarasak, mayaga sayfisini chiqqan ekan, hammani ko'radigan birdan hatto buni qanday chiqaramiz? Men bundan bir ishni so'zlab o'tay. Masalan, qarang bu mavzu munosabatga gap. Shu men mavzuni ochdim. Ochgandan keyin men bu yerga yangidan bir mavzu qo'ydim. Qatib o'ringa ozroq o'zgarish kirgizma, qaranglar. Hammasi deb yozdim. Endi men hozir meni chiqarsam men chaplashib oldi. Buni o'ng tarafga ozroq yo'tib o'tdim. Buni men ilgari qattiq so'zim o'ngga yo'tkizib men buni 30 piksel yo'tkab qo'yib, buning xatringi qanday bo'lsa, ko'k bo'lsin. Hozir shuni tanlab qolib turay. Qaranglar. Mana Mavrunga temiz chiqdi. Mavrunga helaqa hammasi degan gap chiqdi. Endi qarasak bu hammasi degan gap hozir hech nima bo'lolmay o'limidi qaranglar. Men buni ulab boqay. Ne gulayma? Çıkmış hammasi degan qanday bosqan shu 10 soat ismi bu ne bo'ldi qaranglar. Hozir men buni yo'llagan chaqda yaxshi bika sistemlar ekan, barliq bika sistemlar uchun ostiga sirib kelsak, mush sayfi shu. Ma sayfining 10 kun o'tkinchiki mana shu degan turini ochib qaranglar. Aytib qo'yadigan bundan bir ulanma adresi chiqdi demak, mushu ulanma adresi mush sayfining ulanma adresi mushu forum degan gapning keyinligini ko'chirib elib biz ma o'ringa uni ko'chirib qo'yamiz. Ko'chirib olgandan saqlab etdim. Bo'ldi. Endi mayda hozir bir ulanma paydo bo'ldi. Men ozroq bir yasab qo'yay shakl degandan batni tanlab muqimlashtirdim. Endi qaranglar. Saqlab etdim. Bo'ldi. Endi mana yaxshi bir kasasini bir yozilgan. Men
Turdoshlar mundoq qarab beqib bundan boshqa men yana bekas ismlar bormidi deb izlab qolganini ko'rib bu yana izlamay turdoshlar masalan o'rnidan akilib la hamsi degan xatni mana bosib olinish paydo bo'ldi. Ochdim, qaranglar. Demak bu shu sahif mana bekas ismini degan sahifaga ulanib shu sahifadagi barliq haqsiz bekas ismini yechib berdi degan gap. Buni mana mushundan chiqarib olsak bo'ldi. Darsimiz ishagicha bo'lsin. Xayr xo'sh.